Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi darsimiz ta harfi hisob. Xo'p, aytar, bitar, ya'ni bitar ma'nosida. Aytadur, bitadur. Mana b nuqtasi yo, bitadur. Aytdi, aytdi bo'ladi. Eritdi, eritdi ma'nosida. Biturdi. Bu b ana bu ikkita nuqta yani bu yoqqa qo'yamiz. Biturdi, bitirdi ma'nosida. Bayt, bayt, bir, bayt, borub, ayt, yurub, yit, yana yit bo'ladi. Yurub, yit,